tizzalaringiz sovqotib, g'ichir qilyaptimi, og'riyapti-da, keyin suyuqligi qochgan, artroz, yemirilish bo'lsa, mayli, tashqaridan sizlarga bog'laydigan lichebniy повязканы o'rgataman. Xo'p, teng. Aytdingizmi? Qarang. Bir 200 gram arabskiy xurmo bor-ku, donagini olib tashlaysizda, мясорубкаdan o'tkazib olasiz. O'tkazdingiz, 200 gram arabskiy xurmoni мясорубкаdan o'tkazdingiz. Undan keyin 150 gram quyruq bor-ku, dumbani. Qo'chqorni dumbasini past alovda eritib olasiz. Juz qilmaysiz, xo'p teng. Tushundingizmi? Eritib olasiz. Ana undan ikkovini qo'shasiz. Ana uni arabskiy xurmoni nimadan o'tkazilgani bilan dumbani eritilganini qo'shdingiz. Undan keyin bir 100 gram kunjut yog'idan qo'shib yuborasiz. Mana unday kunjut yog'ini ishlab chiqaryapmiz. Xudo xohlasa. Bo'lmasa o'zingiz toping. Kunjut yog' eng yaxshi narsa, kunjut yog'i suyakkacha yetib boradigan. Tushundingizmi? Qo'shdingiz, bir 50 gramga, bir 100 gram kunjut yog'ini qo'shdingiz. Aralashtirdingiz, xo'p teng. Aralashtiringiz. 1 choy qoshiq imbirni quritilganini, 1 choy qoshiq qora murch, xo'p teng. Qo'shdingiz. 1 choy qoshiq kurkumani qo'shing. Qo'shdingiz, aralashtirdingiz. Xohlasangiz mumiyoni ham aralashtiring, ozroqgina. Tushundingizmi? Ana shuni yaxshilab aralashtirib, ana shuni tizzangizga bog'laysiz. Tushundingizmi? Ozroqgina kamfira moyini ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Bir yarim choy qoshiq. 1 choy qoshiq qo'shing kerak biz. Ana shu aralashtirib oyog'ingizga shunday surtib tizzangizga, tizzangizga shunday surtib o'rab tashlang, ichiga olov. Tushundingizmi? Ana shunday qiling. Qiling har kecha bog'lab yoting. Kelishdikmi? Qarang, birinchi proba qilib ko'ring, boyagi qizdiruvchida imbir, qora murch, maydalangan qizdiruvchi. Shuning uchun teringizda qilmasligi uchun, nima deydi? O'sha bir narsa qilmasligi uchun birinchi proba qilib ko'ring. Xo'p. Ichkaridan bo'lsa kunjut yog'i, zo'r kunjut yog'i. Siz bo'lsa qora kunjut yoki oq kunjutni parashok qilasizda, masalan, 1 osh qoshiqqa 1 osh qoshiq asal qo'shasiz. Xullas massa tayyorlang, toplyonnoy masla, ya'ni sariyog', uyda qilingan sariyog', asal va kunjutni maydalanganini aralashtiring. Shunday qilingki, sharik simon qiling, shunday darajada qilingda, aralashtirib. Ana shuni yeng. Yoki 1 choy qoshiq yoki 1 osh qoshiqni ertalab och qoringa iching, ichiga olov, xo'p teng. Davay, bo'ling qiling. Bo'pti. Mumiyo ichsangiz ham bo'ladi aytgandek. Mumiyo qo'ysangiz ham oxirda.